Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Biza shikoyatimiz o'g'limiz operatsiya qilishdan oldin xo'rillardi. Adenoid deb tashxis qo'yilganda xo'rillardi. Keyin tinmasdan shamollaydi. 3 ta 4 ta bansaga olib bordik. 3-darajali уже operatsiya qilish kerak, tuda-suda qildi. Shu bilan o'zimizni o'sha mana Nurlibek akaga keldik. Ko'rsatdik. Muolaja qildik birinchidan, operatsiyaga tayyorladik. Muolajadan o'tgandan keyin operatsionga yotqizdik уже. Operatsiya qilib, mana xudo xolasa bugun 20-may уже operatsiya bo'lganiga 4 oy bo'lyapti. 4 oy ichida уже o'zgarish katta. Tinmasdan shamollarda unaqalari yo'q hozir. Bemalol muzdek, issiqsoq muzdek, hammasi ichaveradi, yuraveradi. Og'zini yopib qo'yadi, xo'rlashib ketgan hamma narsasi. Anaqasi haftada 3-4 marta o'sha bansaga o'tkazardik-da. Undan ham ketdi hammasi yaxshi bo'lib ketdi, xudo xolasa. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, kelib ko'rsatib, muolajasini qildirib ketinglar. Okey de. Unda qo'y. Okey qil.